Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi xalsof operatsiyamiz 30 yoshli bemorda muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bu tashrifni ustoz bilan birgalikda amalga oshirdik. Assalomu alaykum hammaga. Bugun Saydana klinikasida navbatdagi operatsiyani muvaffaqiyatli bajardik. Bemor 30 yosh. CD chiqaruv kanali, ya'ni uretrada struktura aniqlangan. Bu strukturani kaltaligi uchun xalsof deymiz, ya'ni kanes anastomoz qilindi. Bemorda operatsiyadan keyin kateter qoladi, 30 kun turadi. Kateterni 30 kundan keyin olib, siyishini yana tekshiramiz hamda rentgen tekshiruvi o'tkazamiz. Hamma yo'l joyida bo'lsa, kateterdan qutulib, yaxshi siyishiga ruxsat beriladi. Agar sizda yaqiningizda CD chiqaruv muammosi bo'lsa, ya'ni CD yo'llarida torayish yoki kuchanib siyish, qoldiq CD hissi bo'lsa, albatta Saydana klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda sifatli yordam ko'rsatiladi.